Bugün mana bunaqa stokga glans qo'yishni o'sha yerga o'rgatib qo'yaman. Juda ham oson, qaranglar. Mana bu tomon qo'yib bo'lgan. Endi mana bu tomonga qo'yamiz. Mana bu yerda bitta sanadiz bor. Shuni yechamiz. Endi qaranglar. Ishi biladigan bo'lsa, mana bu yerda bitta sanadiz, o'rtada ikkita, pastda uchinchi sanadiz bor. Shu uchalasini yechib olamiz. Shu barqitni ostiga atakdan minus tomonini tiqib, sal yuqoriga ko'taramiz. Tepaga tortamiz. Chiqib keldi. Mana bundan chiqarish kerak. O'zinikini iloji boricha avaydatini sindirmasdan chiqarishga harakat qilaylik. Buning uchun mana yuqori qismi mana bu yerga aytgan sekin tiqib yuqoriga ko'tarsak ochiladi. Mana o'rta qismi ham aytgan tiqib ozgina yuqoriga ko'taramiz. Chiqib keldi. Shuning uchun chiqishga ozgina qiynalamiz. Qarang, mana bu 3 ta 1 2 3 4 ta krepini mana bu yerga kirib, sekin olib borishimiz kerak, faqat sindirib qo'ymasdan. Birinchi mana bu krepini tiqganda, mana yuqori tomonni tiqolsalar juda ham oson bo'ladi. Keyin 3 ta samarazni yuqoriga 2 3 ta samarazni joyiga qo'yamiz. Barqni ham joyiga qo'yamiz. Barqni qo'yayotganda mana bu uchini bu qo'y o'ynani ostiga ozgina kiradigan joyi bor. Mana joyiga tushdi. Buni shunday joyiga olib bitta bosadigan bo'lsak, o'zan joyiga tushadi. Biz savatizni qo'yib qo'yamiz. Ko'chalarning farqini bu o'ziniki, bu yangi bo'lgan. Endi orqa tomonda ikkita. Mana bu yerda bitta bor, mana bu yerda bitta bor. Buni ichini o'rgataman. Buni ichish uchun qaranglar. Mana bu yerda rezina kesilgan joy bo'ladi. Shu kesilgan joyini sekin ochadigan bo'lsak, mana bunday ochilib keladi. Ostida samarasi bor. Samarizda atyorkada yechamiz. Jo'lim mana buni sekingina tortilgan bo'lsa chiqib keladi. Ostida ham ikkita samaris bor. Buni ham yechib olamiz. Endi buni mana bu tomonda eshikni oldingi qismida mana bu samaris bor. Barqitni ushlab turadigan, buni ham yechib olamiz. Endi barqitni mana bu qismiga atyorkani ostidan tiqib, ozgina yuqoriga ko'tarib o'zimizga tortib, tepaga chiqarib olamiz. Mana buni yechdik. Buni turgan tiqib sekin tortsak o'zimizga chiqib keladi. Bu ostida mana bunday gubka bo'ladi. Gubkani olib, ya'ni stokga glansga o'rnatib olsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sekin olib, pastki qismiga bunday qilib barqitchani joylashtirib yuboramiz. Mana bu detalni. Mana bu detalning orqasida samaris turadi. 3 ta samaris bor. Ortada 2, pastda 3 ta samarisni yechib olamiz. Mana shunday tarzda ko'rishni mumkin, baho berishni mumkin. Barqit joyiga solib, samarisni tortsak, ishimiz bitdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z uyida stokga glans qo'ymoqchi bo'lgan o'rtoqlarga videoni jo'natib qo'yinglar.